Assalomu alaykum. Sizni yoshingizdagi bir yigitga har doim otasi aytar ekanda, do'st tanlashda diqqatli bo'lgin. Do'st tanlashda diqqatli bo'lgin. Kim bilandir bir ish qilmoqchi bo'lsang diqqatli bo'lgin. Yaqinlashayotgan odamlaringga va yaqinlashtirayotgan odamlaringga diqqatli bo'lgin. Berayotgan odamlaringga va olayotgan odamlaringga diqqatli bo'lgin deb har doim ogohlikka chaqirar ekan. Kunlardan bir kuni bola balog'at yoshiga yetib katta bo'lgandan keyin bir kuni yana otasi shunaqa deb qolibdi: "Bolam, diqqatli bo'lgin, do'stga diqqatli bo'lgin." desa, ota ha deb bunaqa deyaverasizmi endi? Ko'rmaysizmi? Yoshim yosh bola emasman endi. Men ham hayotimda ozgina, ya'ni hayotimda chiziqlarni o'zim chizaman endi. Tinch qo'ying endi meni. Men ham katta bo'lib qoldim. Ha deb menga aql o'rgataverasizmi? deydigan bir o'tish davri bo'ladi-yu, o'shanaqa joyga kelgan ekan. Unaqa emas debdi otasiga. Men do'stlarimning hammasiga ishonaman. Hammasi sinovlarimdan o'tgan. Men shuning uchun ular bilan do'st bo'lganman debdi. Katta gapiribdi ya'ni. Otasi aytibdi: "Bolam, bo'lmasa bir imtihon qilaylik do'stlaringizni." Bo'laveradi. Nima imtihon qilsangiz ham men do'stlarim shu qadar menga yaqinki, imtihonlaringizdan o'tadi. Shunaqami debdi-da otasi. Bo'lmasa debdi, qo'yxonadan falon qora qo'chqarni olib chiqing. O'g'il qo'chqarni olib chiqibdi. Ota o'g'ilga aytibdi: "Endi buni so'ying, o'zingiz so'ying." O'g'il uni so'yibdi. Endi maydalang buni. O'g'li maydalabdi. Endi falon xaltaga soling. Xaltaga solibdi. Endi bu xaltani yelkangizga ortasizda qorong'i kirishi bilan birinchi eng ishonganingiz do'stingizni uyiga borishdan boshlaysiz. Endi qo'yni so'yarkan hamma ishni o'ziga qildiryapti-ku. Xaltalatar ekan bolani endi u yoq bu yog'iga qon tekkan, qo'llari qon bo'ldi, qo'lida pichog'i bor. Xuddi shu ahvolda do'stlaringizni eshigini taqillatasizda, "Do'stim, men bir jinoyat qilib qo'ydim" deysiz. Boshqa gap aytishingiz shart emas o'zi. Shunda ma'lum bo'laveradi o'zi. O'g'li otamni bilganida bir hikmat bordir deb qorong'i tushishi bilan boyaga so'yilgan qo'y solingan xaltani yelkaga tashlab eng ishongani do'stini eshigini taqillatibdi. Eshigini taqillatsa ichkaridan do'sti chiqib kelishi bilan, bu ahvoling nima bu ahvol?" desa, "Endi do'stim bir jinoyat qilib qo'ydim" desa, shu yuziga eshikni qarsilatib yopib yuboribdi. Eshik taqillatsa, "Yo'qol, ko'zimga ko'rinma" deb haydabdi eshigini tagidan. U do'stiga boribdi, bu do'stiga boribdi. Bir xillari shu eshikni ochishi bilan uni eshitmasdan eshikni yuziga yopibdi-da. Bola abgor bo'libdi, tamom bo'libdi. Otasini oldiga endi tarvuzni qo'ltig'idan tushib kelib, "Ota" debdi. Otasi so'rabdi: "Ha, nima bo'ldi o'g'lim?" "Bular do'stmas ekan menga. Bir xili hatto eshitmadi. Ayrimlari hatto haqorat qildi. Ayrimlari so'kdi. Lekin birorta ichidan nima bo'ldi, qanday bo'ldi, kim bu, nima bu degan savol ham berib o'tirishmadi hatto." Sizni do'stlaringiz ham shunaqami? desa, otasi aytdi: "Bizni do'stlarimizni ham sinab ko'ramiz endi. Siz shu ahvolda falon do'stimni borib eshigini taqillating." O'g'li endi do'stdan yalchimadi-ku. Kayfiyati yo'q-ku. Borib otasini o'sha kayfiyatda otasini bir do'stini eshigini taqillatib, eshikni shuni ochishi bilan otasini do'sti bu yigitning ahvolini ko'rib, kir ichkariga kir.
mana bunaqa bir jinoyat sodir qilib, jim bo'l gapirma deb bog'dagi gulzorning o'rtasidan bir chuqur qazib, boyagi bolani yelkasidagi xaltani u yerga ko'mib, qo'ldan pichoqlarni olib, uni ham ko'mib, o'zini bir nima qilib, yuvinishiga sharoit qilib berib, o'g'lim ertalabgacha bu yerda qoling endi. Bir boshingizga bir muammo kelmasin. Ertalab turib ketasiz. O'g'il aytganini qilibdi, ertasi kuni tongda turib uyiga qaytibdi. Otasiga bo'lgan voqeani aytib beribdi. Eshikni taqillatishim bilan ichkariga oldi. Gapirtirib ham o'tirmadi. Shu gulzorning o'rtasidan chuqur qozib, yelkamdagi xaltani o'sha yerga olib borib ko'mdi. Haqiqiy do'st shunaqa bo'ladi, ota. Sizni do'stlaringiz haqiqiy do'stlar ekan desa, otasi aytgan ekan. Shoshmang o'g'lim. Endi siz bugun juma shu masjidda odamlarning oldida biroz o'sha do'stimizni borib bir haqorat qiling. Nega ota? Borib bir haqorat qiling. Keyin bilamiz ahvol. Do'stmi, do'st emasmi? O'g'il otani aytganini qilibdi. Masjidga borib, odamlarning o'rtasida boyagi otasini do'stiga o'dag'aylashni boshlabdi-da endi. Har xil gaplar aytib boshqa qilib, keyin boyagi odam o'g'ilga aytibdi, borib otangizga aytib qo'ying. Bu 1-2 bunaqa haqoratlarga, 1-2 mushlarga gulzorning o'rtasidagi chuqurni ochadiganlardan emasman. Borib yaxshilab aytib qo'ying otangizga degan ekan. Ya'ni haqiqiy do'st ekanda. Shuning uchun biz ham qissadan hissa boyagi aytishadi-ku, do'stlar omad kelganda emas, ketganda sinaladi. Hammasi joyida bo'lib tursa, ishlaringiz zo'r bo'lib tursa, hamma do'stday ko'rinaverishi mumkin. Do'st bo'lmaganlar ham o'zini do'stday tutishi mumkin. Lekin tegirmonning charxpalagi teskari aylanib qolganda, sizga kelgan omadlar ketganda, boshingizga bir balo kelganda, bir tashvish kelganda, bir sinov kelganda, keyin boyagi g'alvirda bitta-ikkitasi qoladi yo qolmaydi. Hammasi to'kilib ketadi. Ranjimaslik kerak. Shunday bo'lsa, kelajakda ranjimaslik kerak. Alhamdulillah deyish kerak. Alloh shunday yaxshi va yomonni ajratib olish uchun bizni hayotimizda ana shunday bir sinovlarni yuborgani uchun shukr qilishimiz kerak. Va undan ham teparoqqa chiqadigan bo'lsak, falonchi menga do'stmi? U menga qanday do'st? Bu menga qanday do'st degan savollarning o'rniga men o'zim unga qanday do'stman? Men unga do'stmanmi? Uni boshiga bir tashvish kelsa men nima qilaman? Ya'ni bizga o'zini do'stday tutayotganlarni imtihon qilish o'rniga biz o'zimizni do'stday tutayotganlarimizga nisbatan qanaqa do'stligimizni imtihon qilsak, diqqatga olsak foydali bo'ladi deb o'ylayman.